Prezident maktabida tushgan savol. Eldor xayriya yarmarkasida sotish uchun ikki xil turdagi tortlar tayyorlayapti. Shokoladli va limonli. Bu shokoladli tortlarning har birini $1.40 ga va limonli tortlarning har birini esa $1 ga sotadi. Hammasi bo'lib u tortlarni sotishdan xayriya uchun roppa rosa $60 yig'adi. Eldor sota olishi mumkin bo'lgan eng kam tortlar soni nechta deyilyapti. Endi bizdan so'ralayotgan narsa eng kam tortlar soni. Eng kam tortlar sonini topishimiz uchun bizda ikki xil narx bor. $1.40 hamda $1. Keyin roppa rosa $60 yig'ilishi kerak. Endi o'ylaydigan bo'lsak, eng kam bo'lish uchun qimmat narxidan ko'proq olishimiz kerak. Arzon narxidan maksimal kamroq olishimiz kerak bo'ladi. Endi keyin roppa rosa $60 sarflashimiz kerak ekan. $1.40 dan 10 ta oladigan bo'lsak $14, 20 ta oladigan bo'lsak $28, 30 ta oladigan bo'lsak $42, 40 ta oladigan bo'lsak $56 bo'lyapti. Ya'ni $60 ga yaqinlashyapti. Endi bundan mabodo 41 ta yo 42 ta oladigan bo'lsak, butun son chiqmay qoladi. Shuning uchun bundan 40 ta olsak $56 bo'lyapti. Endi bundan 4 dona oladigan bo'lsak, jami $60 pul yig'ilyapti roppa rosa. Eng kamida nechta kerak bo'ladi desa, demak, $1.40 40 ta, nariga $1 4 dona kerak bo'lyapti. Jami hisobda 44 ta kerak bo'lyapti. Bu javobimiz esa C javobda turibdi. Agarda sizga mana shunday Prezident maktablari hamda Al-Xorazm maktablariga tushgan savollar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Hali bundan da yaxshilari oldinda.